Assalomu alaykum birodarlar. Hurmatli qarindoshlar. Mana Javlan og'amizning bugun to'yining kurashi bo'layapti. Men mana shu to'yga kelgan polvonlarning hammasiga omad tilayman. Yaxshi kurashib uyiga yorug' yuz bilan borishini tilayman. Javlanjonning to'yga ulashsin. Bundan ham katta to'ylar berib, elning duosini olib kelaversin. Mana shu endi kurashimiz boshlanguncha bir terma aytib beramiz deb nima qildik. Kelingizlar, boshlanguncha bir uch boshimiz bir terma aytib beramiz endi. Aylar tozun ayınım, suvana dev yerenlerim, silgem sayınım, Samarkanda duş buldum, Javlan canday bayınım, bir meydan aytı bir ayına, bana oturgan gele bayınım. Dombrane alayık, her nemağa çalayık, her nemizem yerenlerim, Allah'dan medet dileyik, Javlan canın toyu deyik, hem oynayık güleyik, bir pasilge yerenlere, tirme aytıp bireyik. Geliptim, yelide oynab kuliptim, yeldik arını alıptim, şol kuraşga yaranlara, bütün Özbekistan'da palvan gelipti. Bir tamanı Surxondan, bir tamanı Qashqardan, yana polvon kelibdi, bir tarafı Toshkentdan. Hayra bedenlerim qo'shasın, suyaklarim shoshasın, to'y bo'layotgan jigitlare Taş Polat polvonga o'xshasin ay. Terma aytayın söz bilen, zavqim kelar siz bilen, polvonlar uyiga qaysin doim yorug' yuz bilan. Neçeler, ay karanlık geceler, başlap birade kuraş diye, ay halat giygen beçeler. Bular bir gapti bileyin, dombrane alayın, Javlan canın toyuna, bir medet terme kılayın. Üç başı bolup geldi ay, termelerden kılayın.
Eştey bab Uçadığın kuştay bab Palvanlar maydana düşer Yende valpamıştay bab Ay kekse palvanlarım Bugün teyleydi yaştay bab Aşık eken de yolları Cildi bugün onları Kömeye versen yerenler Taş polat eken pulları Bir maydan dua bererey Şol yelettin çalları Yende dua eyleyey Damar ettin çalları Sen bostandan Adam gelir her yandan Bir maydan aytıp bereye Termeminen dastandan Aytkan gepler parasın Düşman boza kırısın Javlan can yarımından Bir dostda men yil qarisine Ay osmondan bo'lar havasi Kesin yelding havasi Bugun kurashga taylanara 12 ta tuyasi 12 tuya iziga Taylanar otı biyasim Ay ha deydi akası Ha deydi akası Yeldin karan akasım Ondan keyin taylanara 20 ta takasım Belinme merakaya, külünme merakaya Yendi dumranım bir maydan, alinme merakaya Kabahatımga siz kelip, termeni alinme merakaya Kelinme meracım bağışın Dalet demez mi körük? Ana Hürmetli aziz mehmanlar, toyga kelgan mezbonlar, mana bugun Samarqand yerida Javlon polvonning uyida katta to'y tantana bo'lyapti. Mana bu to'ylarga mana uzoq yaqindan kelgan, har tomondan kelgan polvonlar mana shu studiyaga kelib qolashib turibdi. Qanchadan qancha tuyasi bor, izida bachchag'ar biyasi bor, qancha qo'yi bor, qancha tanasi bor. Bilaga kuchliga polvonlar yakkalatib qo'yiladi. Mana ikkovizgina termak bo'lamiz. Qashqadaryodan kelgan boshlar. Assalamu hürmetli mehmonlar, kurash g'ozlari, hurmatli mehmonlar, mahalla ahli mana kurashimizni boshlaymiz. Nasib bo'lsa shu polvonlarga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik, eson-omon shu o'tkazamiz degan umiddamiz. Hozir shu Samarqand viloyat kurash milliy federatsiyasining raisi Ibrohim akaga va mana shu Nizom aka Jumanovga so'z.
Marhamat mehmonlar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, barcha tashkilotchilar. Mana bugun Damariqda taniqli polvon otamiz, katta polvon Toshpo'lat akani xonadonlari, Javlonjonning o'g'illari Ulug'bek bilan Jo'rabek mana shularni sunnat to'yiga bag'ishlangan katta kurash davrasi tashkil qilindi. Ushbu tadbir bu ham milliy sport turimiz, qadimiy urf-odatimiz, hozirgi zamonda O'zbekistonning milliy brendi bo'lgan ana shu kurash sport turimizni mana shu davrada xalq orasiga yana bir bor tarannum etish, ko'rsatish, barcha joylardan kelgan yangi yosh polvonlarni ham bir davraga chiqarib ko'rish, shularga muxlislik qilish. Qolaversa bu kurashni ovozasi, buni ma'lumoti butun O'zbekistonga tarqatilgan. Eng katta polvonlar ham barcha viloyatlardan ham shu davraga bosh tovoqlarga chiqib, bugungi kurashning eng kulminatsion daqiqalarini mana shu tomoshabinlarga, kurash muxlislariga taqdim qiladilar. Bu kurash musobaqasi, bu kurash to'y kurash maqomida bo'ladi. Demak, qadimiy urf-odatga binoan, demak, polvonning ikki yelkasi yerga tushsa, harakat bo'lganda, demak halol hisoblanadi. Endi bu to'y kurash bo'lgandan keyin to'y kurashda ozgina imtiyozlar beriladi musobaqadan ko'ra. Chunki bu yerda paralar ko'p, muhit, vaqt masalasi hammasi inobatga olib, demak, bir yonbosh qilsa polvon, bir yonboshga yiqitib oxirigacha aylantirib ketsa, u halolga hisoblanadi. Unga imtiyoz beriladi. Lekin mabodo qoringa tushib qolsa polvon, qorindan uni tortib aylantiraman deb kuchanib yotmanglar. To'xta bo'ladi, hisobga olinmaydi. Polvonlar bir-birini hurmat qilib, mana shu kurashni ustavida bor bo'lgan mardlik, halollik, olijanoblik, raqibiga o'zaro hurmatda bo'lish, davrada o'zini to'g'ri tuta bilish, mana shu qolaversa kiyinish madaniyati. Demak, har xil kiyimlarda mumkin emas. Hozir boshlang'ichiga ko'ramiz, yosh bolachalarnikini ularga hali imkoniyat beriladi, lekin yoshi o'smir bo'lgan bolalardan boshlab faqat ko'k va yashil yaktakda bo'ladi. Chunki kurash yaktagining timsoli bu O'zbekiston bayrog'ining timsoli aks ettirilgan. Bu xalqaro qonun qoidaga ham kiritilgan va xalq o'yinlarida mana shu kurash davrlarida bu talab qilinadi. Faqatgina ko'k va yashil rangli yaktaklarda bo'lishi shart. Polvonlar o'rtaga keyin yechinib, kiyinib yotmasdan, faqat davrani tashqarisida, ana shu davrani tashqarisida yana joy belgilab berilgan, juda yaxshi tartib bilan o'sha yerdan para bo'lib, demak, tayyor para bo'lib kiriladi. Endi bu bejizga bugungi to'yga bu yerda kurashli to'y bo'lmayapti. Mana shu Toshpo'lat polvon akamiz o'zlari katta polvon bo'lib, butun O'zbekiston bo'yicha barcha katta davralarda chiroyli tomoshalar ko'rsatgan, halollab o'zini qobiliyatlarini, xarakterlarini ko'rsatib, hurmatga sazovor bo'lib kelgan inson. Va Javlonbek ham qatnashgan, o'z ustida ishlab yuqori natijalarga erishgan. Bu yurak tubida bu narsa qabul qilib qo'yilgan ekan, niyat qilib mana bugun shunga erishyapti. Men o'ylaymanki, bu to'y kurashimiz ham chiroyli, ham qiziqarli bo'ladi va mana shu tartibda ishni olib borsak, mutaxassislar hamma belgilangan o'zini vazifasini, bu juda sifatli bo'ladi. Yana bitta iltimosim bor, endi to'y kurashlar, davralar har xil vaziyatda bo'ladi. Demak, bir kishi agar yiqitsa birovni,
G'alaba qozonsa marhamat, lekin davraga birovlar kelib, uni quchoqlab olaman, bu meni jiyanim, yo'q meni qishlog'imdan degan gap mumkin emas. Yiqilgan polvonni izza qilish mumkin emas. Shu tomondan yiqilgan polvon, demak bu ikki oyoqda mardu maydon, bu hech qanaqa katta sensatsiya emas. Kimni davri bo'lsa, o'sha bekitishiga to'g'ri keladi. Shu narsalarni inobatga olamiz. Demak, bitta hozir udumimizga ko'ra bizning shu katta davralarga shu bitta nimani qani rais bor. Bitta duo beradigan, bizga tilovat qiladigan nima bo'lsalar, nima bo'lardan Damir bo'lmikan. Hammaga omad tilaymiz. Qani mana. Marhamat. Rahmat Ibrohim aka. Yana so'z navbati endi shu mahallada, shu Minatroq ro'yxatida anchadan beri kurashni nazoratga tashkillashtirib bosh bo'lib yurgan Nizom akaga so'z navbati. Nizom aka bitta tilak bildiring, keyin boshlaymiz kurashni. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, yurtdoshlar. Mana bir yaxshi niyat ustida Toshpo'lat ukamiz, Javlon o'g'limiz yaxshi niyat bilan to'y kurash tashkil qilgan ekan. Avvalambor barcha polvonlarga omad. Hammalarining qanday yuzlarida o'ynab kulib kelgan bo'lsalaring, betalofat yetib borishlaringda tilakdoshman. Hozir shu kurashni boshlashdan oldin bitta tartib bo'lsin. Hakamlarimiz ham chetga chiqinglar, chetga. Mana tomosha qiladiganlarga xalaqit bermaylik. Davrada faqat kurashadigan juftlikni nazorat qiladigan hakamlar, operatorlar qoladi. Qolgani hammang chetga chiqinglar, o'tiringlar. Tartib bo'lsin. Muqaddas kitoblarimizda yozilgan ekan. Bir narsani bir halol yoki g'irromga chiqarishdan oldin yaratgandan qo'rqish kerak, bandalardan uyalish kerak. Bu yerda faqat halollik, haqiqat bo'lish kerak. Yaxshi niyatga solimlar xomtalashib tarqatilmaydi. Ko'p namal yaxshi federatsiyamiz raisi tushuntirdi. Hozir bitta tilovat eshitamiz. Damlaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله ربنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تلاوت Qur'on, halovat iymon, mag'firati gunohi, shohistay jannat. Ey bor Xudoyim pakfarvar, o'qigan Qur'on tilovatimiz savobini jami o'tgan aziz avliyolar, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruhoniyatlariga, oila a'zolariga, aziz avliyolar. Shular qatorida xolis qilingan Toshpo'lat polvonda o'tgan otalarini, onalarini, her bandaning o'tgan ota-onalarimizni Xudo rahmat qilsin, bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Shu mana shu bugungi kurash bo'layotgan to'yimiz yaxshi o'tsin. Men rais bolalar yaxshi gaplarni gapirdi. Polvonlarni Hazrat Ali bolam pirlari qo'llab, qo'ltiqlab yurgan bo'lsin. Ehsondan Xudo dargoh qabul qilsin. Allohu akbar. Katta Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezmonlar. Mana bugun Ishtixon rayon Damarq mahallasida katta to'y kurashimiz bo'lib o'tyapti. Bu kurashni ustozimiz Toshpo'lat polvon nevaralari Javlonjonning farzandlariga bag'ishlab o'tilyapti. Shu iloyim shu to'y bolalar bobosiday katta polvon bo'lsin. Iloyim shu jahon olimpiada chempionlari bo'lish nasib qilsin. Shu to'yga kim Alloh deb qo'l cho'zgan bo'lsa, shu odamlardan uylarda to'ylar bo'lsin, farzandlar katta polvonlar bo'lsin. Endi polvonlar birinchi kichkinlardan boshlaymiz. Hakamlar. Bu yoqqa qarang, naray. 8 qolganiga nar tomonga borasan. Bel ishlashadi, bel ishlashganda baribir kishi yutadi. Bel ishlashganda ham birinchi marta oxirida qo'l chiqib ketsa,
ikkinchi marta olishadi, yana qo'l chiqsa bo'ldi, yutuq beriladi. Agar bel ishlashmayman deydigan polvon bo'ladigan bo'lsa, davradan chiqib ketsa zoti beriladi. Ma'qulmi bu shu bo'yicha qilsak bo'ladi? Bo'ldi. Bo'lmasa kichkina polvonlardan boshlaylik. To'xtab turinglar. Deydigan polvonlarimiz bormi? Katta polvonlar, birov kurash bitgan polvonlarimizdan. İki kishi kurashni ochib bersa. Ha, sen de bo'lma. Kimdir shu? Shular beradi. Elga qarat, men qarat. Elga qarating-da. Bovani ismi nima? Bovani ayting. Sapar bova. Damarqdan, qaytayapti. Shunda dambo. Sapar bova. O'ng qo'l hakamning o'ng qo'lida Sapar bova. Qaytayapdan Davin boy shu mahalla Damarqdan. Palonlarning zoti bor bolalarga. Olishtiring bolalarni. Olim shartlanib bizlarga. Boshqa bo'lsa bo'ldi. Olishing palonlar. Kelishlanma. Ha. O'ynab, uncha qiynamaymiz. Ha, desa bu, ha. Ha bu. Ha. Ha bir ko'taring ha endi ha. Bo'ldi, palonlarimizniki halol. Bering palonlar zotini. Yo'qqa qarating. Palonlar teng. Bitta qalsa bo'lsa palonlarga. Bitirib olishtiravering. 20 ming so'm palonlarni zoti. avaylab kurashamiz. Qo'lda tirab qolish. Maylimi? Kurashamiz. To'xta. Kurash. Babalar zotini berib turing keyingi. O'zlari oddiy polvonlardi. Keyin kattalarda yutqizgan bo'lmas, Kurash. Yana bir qo'l kurashdan olishtiring polvonlarni. O'zlarining optim zotini olib beringlar. To'xta, formatsiyaga chiqarmanglar, formatsiyaga chiqarma. Avval zotini ber. İchkariga oyoq kiyiming bilan kirma, birinchi kirding, ikkinchi kirma. olish. Boraman. YouTube. Ne mallar ya? Kattalatingni palon. Bering palon zotini 20 ming so'm berib yuboring. Bir zotingni beradi. Yo, sürma. Sürma. Ha, git. Yo'q, to'g'ri. Alo. Olishdi palon. Nima bo'ldi? Bo'ldi, ber zotni olib ber. Nima bersa nima qilsin? Qanaqasing bo'lsang yuribsiz. Asrar. Asrar, bekirsiz qizaqlar. To'xta. To'xta degandan to'xta. Maylimi? Kurash. O'ng qo'limda Elbek polvon shu mahalliy polvonlardan O'zbekiston chempioni. Hozirgi kunda Navoiy viloyatida o'qiydi. Polvonlarimizni zoti 50 ming so'm pul, bir sportivni katta sumka. Ostri polvonlar. Kurash.
To'xta. Mahalliy polvon Elbek polvon. Elbek polvonga sho'rik barobardan bitta Bu zoti polvonlarning zoti bekor. Shu mahallada vatan Shurik polvonning nomidan mahalliy polvonga Elbek polvonga bir sarka. Polvonlarni olishtiradi Sherzod polvon. Sherzod polvon Turkiya, Sherzod polvon bu polvon Sherzod polvonning o'g'li. Shuning uchun hakam almashadi. Hakamlik qiladi. Mayda o'tirsa So'g'ra polvon hakamlik qiladi. Zoti juda katta zot bulardagi. O'tir yoqda. Oyoq kiyimlaringni tashqariga yechinglar dedim men sizlarga. Oyoq kiyimingni. Hasan aka. Bir enlik bo'lsin, bir sportifika bering qizga. halol polvon. Sizlarmi? Qo'y. To'xta. Polvonlar, bu polvonlar sarkaga olishyapti. Mahalliy Elbek polvon O'zbekiston chempioni dzyudo kurash bo'yicha. Polvonlar kurashadi. Mitandan Hasan akamizning o'g'li Rustam polvon hozir O'zbekistonning eng zo'ri. O'zbekistonda hozir portlab chiqqan Ibrohim polvonni ham mana shu ukamiz Rustam polvon 2 marta bosib yurtimizga mana shu g'alaba bilan kirib keldi. Bitta qarsaqlar bo'lsa Rustam polvonga. O'zbekistonda hozirgi kunda eng zo'ri mana shu Rustam polvon. Hasan akamizning o'g'li bo'ladi, kichkina o'g'li. Sho'rik varatarimizdan bir sarka. Polvonlarni olishni azat qilib olishdi. Yaxshi katta polvonlarni kattartiringlar endi, zotlarni kattartiramiz endi. So'qqasini bering polvon. Nima bo'lyapti Suhrat polvon? Chesta halol bo'lyapti. Elbek polvonniki xot polvonlar. Bitta qasam bo'lsa, mahalliy bo'lsa Elbek polvon. So'q polvonga bering sarkasini bering polvonga. Va ustozim ya. Молодец. Men sizlar ichkari ko'p kirib ketdilar, ichkari tashqarilanmoqda. Hozir paralashda turib ishlar kuzatmayapti. Menga qara, bularni chaqiring, bular chiqar sana. G'ayrat! Chiqarib beraverma, nimaga chiqarib beryapsan? Ijod polvonni zotini bering. Rustam polvonniki xotda halol olganlar mahalliy polvonishtonimizning polvoni. Sarka polvonni zoti. Sho'rik. Hey. Sho'rik akanga uchrashasan. To'g'ri bu. Hasan aka. Uniki nima? Sarkami? Tezaydi. Ko'tar videocha ko'rsat. Og'abek polvon. Ishtixon mitandan sizlar tanishtirib o'tdinglar-da zotni. To'xta. Tashqariga chiq qizlar ayaga. Tashqariga chiq. Sizlar nima qaramayapsizlar? Bektemir. Tashqariga chiqaringlar, odamlar tomosha qilyapti. Men olishtirmayman. Anvar polvon. Ya bilamiz. Har kuni 80 qadda bo'ladi. Polvonni zotini olib, Abdulloh polvonniki xola. Tashqarida. Sizni yo'lalish to'g'ri bersa, siz olimpiyskiy chempion bo'lasiz. Umr uzoq bo'lsin. Oxirgi zotlarni olib bering. Polvonni
o'zimizda chiqqan ishxona. Ular haqida Ruslan Polvon o'zining zarofshon kiyib qishloqida Polvonlarni zotni 100 ming so'm bir sumka qo'yiladi. Qaysi bu shakamlar? Yoshlardan kurashmagan bolalar qolmasin, hamma chiqib kurashsin. Yosh bolalar kurashmagan bolalar qolmasin, keyin butun yoshlarni tugatamiz. Hamma katta bolalarga tayyorgarlik qilsin keyin. Sherzod, nima bo'lyapti sizlar, Sherzod? Sakkizta bola kurashsa, 10 taka kurashtirasiz. Nima qilyapsiz? Hayır, ishlab tur, akam borgan bo'zbalikka yuborgan qaramay. Aslo, akamlardan olib buni qo'lga olishtiring. Yo'qdan aytdilar, 100 ming so'm. Nima bo'ldi? Orqasida tur, mana orqasida. O, gapiryapti, endi qo'ydim, shunday ko'radi. Hadi ketadi, hamma. Polvon, meni qara, polvon. Yutqizdingmi? Boshqanday chiqdingiz. Halol bas-ku. Qori bilan chyapti. Qori bilan chyapti. Yo'q, Polvon tanishtiramiz. Kel polvon. Isming nima? Qayerdansan? Narkodan Lochin polvon. Elcha polvon Nurobod rayonidan kecha yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionatida faxrli 3-o'rinni egallagan hozirgina Toyloq olimpiya zaxiralarida o'qiydi. Polvonlarning zoti 100 ming so'm bir so'mga olishtiring polvonlarni. Sherzod olishtiring. Hatto halol bo'lsin. Agar polvonlarga necha bo'ladigan bo'lsa, bir yonboshga berasa bir ochko o'tcha. Unda ham qanoq qilmasa bel ishlaштirasan. Marixdan ismi nima? Sarvar polvon. Metandan Ijod polvon, polvonlarning zoti yillik ming so'm olishtiring. Chekkada olish, narada olishtir. Asror nima bo'lyapti azamat polvonlar ket. Chiroyli o'yin ko'rsatsa qo'shamiz. Polvonlarning zoti, ijod polvon zoti halol bering. Buni ham bering. Nima bo'lyapti ikkalangdiki? Ikkalangga ikkita polvon qo'yamiz. Ikkalasiga ikkita polvon qo'yinglar. Qizlarimizniki Bektemir. Qizlarni 2 qo'l, 3 qo'l olishtir, teng bo'lsa 2, ikkalasiga ham zot ber. Polvonniki halol Toyloqlik polvonniki. Zotini bering. Polvon zotini bering, bor olib ber o'zing. 100 ming so'mda so'mga aytib. To'xta. Ey! Endi qaranglar, eshitdinglar. Shu polvon kurashi bo'lgandan keyin eshitdinglar, tugatinglar. 8-chi, 9-chi o'yin kattatiringlar, zotlarimiz kattalikdi. Katta polvonlarga aytmoqinglar. Shafruzmiddin men isming? Sherbek, polvonni zotini berib, chiroyli yiqitdi mahalliy polvonlardan, ey. Jasur, mahalliy polvonlardan juda chiroyli zotini o'zlaring beringlar. Polvonlar zoti bitta katta 350 mingga olingan katta sumka olishtiring. Bir. Tezlashni kichkina bolalarda bir davrani bir tozalab olaykin. Nomma aytib chaqiraman. Endi boshqa rayondan bu rayonda bolalar almashib chiqadi. Bironta o'zing rayondan kelmaysan men oldimga.
Azamat tezlashtir palonlaringni. Endi nomini bironta, men qarang, hakam bo'ldi 4ta olishadi. Ham 4ta palon yordam berasan, 8ta bola kirmaysan bu yerga. 4 kishi qoldi, kelishasini o'zing, qolgani yordamga ber. Toshpo'lat. Tashqariga bir yordamga ber. Tashqariga bor, aniga. Bu yerda kim bor? Sherzod. Kurashtir panaga senam o'ta, aniga chiqarasan o'ga. 4 kishi qolsa boshqa biron kishi qolmaydi bu yerda. Aziz mehmonlar, mana shu Toshpo'lat ukamizni, Javlon o'g'limizni yaxshi niyat bilan boshlagan to'ylariga qo'shanalar bor ekan. Shu qo'shanalarni hammasini o'qiymiz-da, ham palvonlar e'tiboriga bu qo'shana qo'shganlarga bir ovmin beramiz, oqsoqollar. Toshkentdan, asli Sebistondan, 3 million 600 so'm pul. Asror uka. Dedim. Ustixon 100 dollar. G'ayrat polvon Oqbo'yevdan 500 ming. Zoir polvon. Mikrofonni berib turasizmi? Yozib beramiz. Yozib nimani? Zoir polvon Oqbo'yevdan 500 ming so'm. Bektosh Qalandar 500 ming. Hozirdan. Abror Tojiyev 100 ming so'm. Pichoqlar jamlanmasi. 100 ming so'm. Pichoqlar jamlanmasi va mebel borlar. Anvar Milliy Sovetda 500 ming. O'ktam tog'asi 200 ming so'm. Bitta chopon. Maqsud Butayev bitta chopon. Ahmadjiyan bitta chopon. Baxtiyor Yusupov 1 million so'm. Abdulla Jalolov televizor. Smart. Toshpo'lat Podshoning jo'ralari 800 ming so'm. Baxtiyor aka Ravotdan 100 ming so'm. Odil polvon 1 gilam 200 ming so'm pul. Komil Murodov ukamiz 1 million so'm. Hamdullo Jalolov televizor qo'yadi. Hamdullo Jalolov. Elbek. Ayyara, Shabak. Hali kirish. Tomonga. Ona tomonga yot. Otib bu tomonga. Ana shu tomonga. Qo'liga yotur. Qo'liga yotur ana shu. Qo'liga yotur. Omonlik, to'ylarga, yaxshi kunlarga, katta kurashlarga yetkazsin. Amin. Alloh akbar. Kattartiringlar. Shu Javlon polvonni to'yiga shu qo'shiladigan akalarni, ukalarni, ustozlarni shu oilasida to'y maraka bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, farzandlari jahon olimpiada chempioni bo'lsin. Shu qo'shiladiganlarga bitta qarsaklar bo'lsin. Rahmat hammaga. Hammalaringiz ishda to'ylarga yetkazsin. Nima bo'lyapti? Azamat balonlarimiz sizlarniki. Juda cho'zilib ketdi. Agar ikkalasi teng bo'ladigan bo'lsa, ikkalasiga ikkita polvon tayyor. Ikkalasi ham O'zbekiston chempioni, bittasi milliy kurashdan, bittasi dzyudodan. Ko'pdagi ilmiy polvon. O'zimizda Minnatulloh Tomoq mahallasidan. Nima bo'lyapti? Shular Belarusda qarab o'tdi. Menga qara, 6 ta chempion bo'lsa, bunda hamma maqsad bittan tur bo'ldi. Biroq oyog'ini ish tashaga. Qo'y buni. Bittasi ishlasin. Shular. Orqa qo'li keparadi. So'g'ib ketdi dori. Endi qaranglar, kel polvon bu yoqqa. Kel bu yoqqa, polvon, tur bu yoqqa. Qashqadaryodan Azbek polvon Toyloq olimpiya zaxiralarida o'qiydi. O'ng qo'limda Muhammad Abin polvon. Bu polvonlarga Shayxistondan akamiz ochilib, qo'l tarafiga. Fatulloh Ozodbek akamizdan 50 dollar qo'ydi mana ikkalasiga. Ikkalasini bir olishtiringiz dedi, ikkala polvonlarga hakamliklarni Suhrob polvon top-toza olishtirsan, haloligacha olishtirsan. Men dotni ham o'zing berasan, men.
Baka borib nima qilib o'tirmaydi. 50 dollar polvonlarni zoti olishtiring. Kel baka. Qashqadaryoda Shayxistonning polvoni. Muhammad Ayin polvon Shayxistondan. O'ng qo'limda Ikromli polvon o'zimizni Kattaqo'rg'ondan. Hozirgi kunda Toyloq Navoiy Olimpiya zaxiralarida o'qiydi. Chap qo'limda Hasan polvon o'zimizni Zarafshon mahallasidan. Polvonlarning zoti bolalar zoti nima? Nima bo'ldi polvon? Polvonlarning zoti bir sportivga olishtiring. 350 ming so'mdan olib katta O'zbekiston sportivkasi olishtirib polvonlarni. Og'aylar, muxlis Berdonim nomidan mana shu yerda zo'r qizlarimizga olishsa 50 dollar pul qo'yiladi. Zo'r qizlarimizdan chiqsin 50 dollar sovrini bir o'sha qizlarimizga. So'mda 600 ming so'm pul berilgan. Chiqsa qizlarimizdan. Polvonlar jo'natida kattalasi viloyat tuman yuboringlar bu yoqqa. Ketsin qani? Sabiyalab beringlar ikkilar. Bu tarafga. Bu tarafga. Yo'q, mana shu davom etinglar. Shu oxirgi spotga. Xosiyat polvon, Xosiyat kecha Düzdan Andijonda O'zbekiston chempionatida 2-o'rinda olib keldi. Qizimiz shu polvonga bir sportivga 50 dollar pul qo'yildi. Agar olishaman degan polvon bo'lsa, qizimiz bo'lsa, kelsin mana bu yerda turadi. Qizlarimiz kelsin agar. O'ng qo'limda o'zimizni Chaqardan Jafar polvon, chap qo'limda Narpaydan Orziy polvon. Polvonlarning zoti. Polvonlar zotini ayting polvonlarni. Jasur. Polvonlarga zot. Bir sportivni katta kojli sumka ekan, katta sumka. Olishlar polvonlar. Hasan aka ikko'yam deysiz. Ikkalasiga necha bo'lsa, to'ybon nimani bersa shuni olasizlar. Berobar. Bir soatda bera olishyapti. Azamat chiq. O'rtaga. Nima bo'ldi polvonlardiki? Fresh. Stop. Fresh. Mehriddin boboni 1 million so'm qo'shindi qilyapti. Davron ko'makov tijoratchi. G'ofir Bo'tayev 500 ming so'm. Norjigitov Obid. Aka, to'y bola kurashadi, to'y bola. Kurstoshi. Qo'shrobatdan 200 ming so'm qo'shindi qilyapti. Ishlarni yaxshi qilyapsiz. Xudo berverasizlar. To'y bolalar keldi, to'y bolalar ey. Jalol polvonni farzandlari shu polvonni to'yi bo'lyapti. Toshmat bu ustozimizning nevaralar. Bu yer nima keldi bor? Ha, chekkaga o'tir. Ha, nega bor? Ha, nega o'shadimni chaqirib olib? Ha, nega bor? Ha, nega bor? O'tir. Buni kim chiqardi bu polvonlarni? To'y bolalardan Ulug'bekjon
To'yban nevarasi Jalol polvon bo'ldi. Yahyo polvon Mitandan ekan. Bu to'ybalani zoti 100 ming so'm. Polvonlarni olishtiradi. Kimbek Asror. Mana bu yerda olishtirib polvonlarni. Mana bu yumshoq joyda olishtiring. Bo'ldi, o'tirdimi? Xosiyat. Yok. Bırak. Hey, meye qara. İki kişi ana Hayrat Toshpo'lat ikki kişi chiqarlar. Chekkadan akalar meye qara, hammasi men obitida kurashadi. Chekkadan olib chiqmanglar sizdan bitta iltimos. Bardak o'zlaringiz bardak qilasizlar qishloqlarning to'ylarini. Birgina olib chiqarmaydi bu yerga. E'tibor bermang, nima demak, to'xta deb yiqitgan. Palonlar chiqatga jidan, ey, mehmonlar, ey. Qochinglar, ey, palonlar ochib qo'yinglar. Ochib qo'ying palonlarni oldin, ey. Kirmaydi. Kirsa men qaytaraman shuni. Garda ochib qo'ying. O'rta o'tirmanglar, tashqari. Tashqariga chiqsang borni. Kelyapti palon. Palonlar tanishtiramiz. Xosiyat palonga talabgor yana bir chaqiramiz. Bormi xosiyat palonga talabgor? Agar yana bir chaqir chiqmasa palonni zoti beriladi. Yo'qmi palonga talabgor? Beri palon zoti halol. Bunda akalar, sizlar bor-ku, sizlar formatlar va chekka tomonda bitta qarangizlar. Sudya ham meni oldimda, sizlar ham oldimda bo'lmaydi-da bu. Hozir tashqarida o'tma ko'rmay qolyapti. Har joyda o'tiringizlar, sizlar tur uchun bitta joyda. Bu kishi qolsa bir yordamga boringlar yana. Birinchi va bu boss bo'ya to'y Qo'mda Begzod polvon Mitandan hozir kunda Navoiy Olimpiya zaxirlarida o'qiydi. Chap qo'limda Qashqadaryodan Kamron polvon. Polvonlar zotini ayting, Jasur polvonlar zoti. Polvonlar zoti 500 minglik sportga olishadi polvon. Bularni odil polvon olishdi. ikkiga ham Ne qarangizlar, akalar. Endi sizlar ham chekkadan o'tingizlar, iltimos. Faqatgina hakam borsa hamma panohlanib qolasizlar-da. beraman. Ha, bunisi ham bittasi. Barakalloh. Ya soch yetirag endi bo'ldi. Mana bola 6-marta chiqishi. Men shu bolani aytibman. 6-marta chiqishi men hozir 5 tasini sanam 6-sini yatibman. Oyoq kiyimlar kiyinglardingiz. Oyoqlar. Qo'limda Shohri polvon Samarqanddan. Polvonlarning zoti Jasur. Polvonlarning zoti bir chopdan ekan. Polvonlarni olishlar Asror olishtiring. Kel bu yoqqa. O'ng qo'limda Said polvon Ishtixon Mitandan. Chap qo'limda Og'abek polvon o'zlarini mana shu Zarband mahallamiz, o'zimiz mahallamizdan. Bu polvonlarimiz hozir o'zimizning rayonda eng zo'r polvonlar bo'lib turibdi. Jamshid polvonning o'g'li. Bu polvonlarga zotni Ya bu katta polvonlarga chopon emas, kattaroq narsa aytingizlar. Polvonlarga 1 gilam ustiga puli ham bor. Toshpo'lat olishtiring. Bunda hozir 4 ta olib chiqgan, 4 ta. Samar, qanot seni nom.
bitta sportifga qo'yilgandi. 500 ming sportifga mana. Polvondikka halol. Ber. Bularga kim qarayapti? Hozir qarab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ta odam o'rtada turibdi-da. Uni chiqdi. Aynan chiqadi. Men bolalarni qo'ymayman, o'zimni trenerman qo'yyapman qachon. Akamizdan 500 ming. Rahmatulloh akamizdan Javondik xonasidan 500 ming polvonlar zotdi. Qashqadaryodan Kattaqo'rg'ondan. Polvonlarni olishlari Suhrob. Olishdi. Bu yoqda olishdi, bu yoqda polvon boryapman. Bu yoqda olishdi. Polvonlarga zot bo'ldi bitta. Bu qog'ozlar qani? Men sarkan qog'ozlari. Sarkan qog'ozlari qani? Sarkan qog'ozlarini bering bitta. Sarkan qog'ozini bering. Bo'ldi. Hozir. Bu polvon og'ay polvon yutadi. Izidan polvon talab chiqdi. Bu polvonlarga Shuhrat Kuyovnamdan bu zarban darvoza bo'lagan. Mana to'xtab polvon nasib. Ola bir e'lon qilib bering. Polvonlar juda ko'p olishdi. Odil, polvonlar juda ko'p olishdi. Zeriga olib ketdi polvonlarda hamma. Qo'limda Nurobod Muhammadon polvon, chap qo'limda Sardor polvon Zarafshondan. Bu polvonlarni zoti 1 kilam. 947 Damas avtomobili so'raydi. Olib kelib yoqqa. Cobalt avtomobili. 947. Pazaromdan Novruz polvon. Samarqand Xuz polvon. Polvonlarni zoti 1 kilo aka. Ustiga pulni ham qo'yamiz. Olishtir polvonlarni. Ata polvonlarga tayyorlanib, mehmon polvonlarda. Nima bo'ldi? Nurobodlik polvonniki xoppa halol og'aylar. Bitta qarsak bo'lsa shu polvonga qanday chiroyli brosok chiqadi. Shunday usulda hamma ham chiroyli usulsin. Dola polvonni priyoda bo'ldi bu. Beringlar polvonni. Hasan aka, endi viloyat chaqiring kattalar. Bo'ldi maydalar. Qo'rlar chiqsin, qo'ldan Mana bu kichkina Boravat O'zbekiston chempioni o'zimizni Chaqar mahallasidan. Shunga keyingi qani bitta chiroyli zot qo'yaman. Keyin chiroyli zot qo'yamiz o'sha bolaga. Yo'q. Baxshisiz yo'q. Qaniga aylantiring. Ha, pul sansiz uramiz. Qaroqchi satashadi. O'zimizni mahalliy polvonlardagi sayyorar bola Miyongagi sizlarga para topaman. Bu katta, senga yoshing ham katta, bizing ham katta. Senga
Bu 2011 yıl, 2013 yıl. Desem ketdi. Bo'taga sinamda sinamda topaman. Nima bo'ldi? Boshlandilar. Halol. Bo'ldi, hakam nima deydi? O'g'ay polonni bitta ochkasi bor, chol zotlar o'g'ay polonga. Bitta ochkasi bor o'g'aybekda. Mahalliy polonlardan. O'g'ay polonni sarkasini bering. Iziga chiqib yutdi. Nuroboddan. Shohjahon polvon. Chaqardan Sardor polvon. Polvonlarni sotib 1 kg. Samir polvon olqishlang. Ey, Jafar polvon tayyorgar va kesin. Kim yaka? Şu to'xta, to'xta. Sayda ki. Ashqat. Xo'p, bunda hammang olib ketmang meni oldim. Ya bitta o'ldirmasdan. Boringlar tashqariga shu yoqqa boringlar. Hayrat. Mayli o'zim boraman shu yoqqa hozir. Meni oldimga olib kelmanglar, men o'zim chaqirib olaman. Kel islom aka. Mana aka, mana o'tir mana aka. Ayt ismingni. Qaydansan? Sen qaydansan? Men shu ikkalam shu mahalliy polvonlarga Damarti polvonlar tanqiddan polvoniga sportivniy sumka. İkilası şirket olmuştu. Ey Jafar polvonga bormi? Saydal polvonga kesin mehmon polvonlardan. Nurobod, Pazdarobod, Qashqadaryo, Surxondaryo polvonlardan kesin polvonlarga. Qarang endi. O'sha shuni o'tirtiringlar. Ishlarimiz deydi Jafar, ishlarimiz. Islom polvon Mittatdan. Ozim polvon Narpadan. Polvonni bularga. Gutdan. Qashqadaryodan Ramziy polvon. Polvonlarni zoti 1 kg. Asrab olishtiring. Sakal polvon o'zimizni mahalliy Chaqardan Andolu. Chap qo'limda Kataqo'rg'ondan Ikramjon polvon, Kataqo'rg'on akamiz polvon, Bo'g'odir akamiz bu Olimpiya zaxira, Navoiy Olimpiya zaxiralarida o'qiydi. Polvonlarni zoti 1 kg. She'rnat olishtir polvonlarga. Zuhruddin Chillikchidan ukamizni o'g'li bitta chiqsin. Bitta zotimiz bor. Zuhruddin ukamizni Chillikchidan o'g'li. Majolim. Chiqadi beramiz. Borib, polvonlar qarab boshqa fursatmi? O'ng qo'limda Asliddin polvon. Mitandan hozirgi kunda Samarqand Olimpiya zaxiralari tugatib O'zbekiston chempioni. Chap qo'limda Urgutdan Atxon polvon. Bu polvonlarning zoti hozir aytaman. Yo'q polvon, qo'lni ko'tarmay polvon. Bak aka, bosh tovoqqa super tovoqqa damazaq bilan berib qo'yilgan. Siz bilasizlar, shunaqangi katta qo'yishlarga imonni beramiz, ko'rsa chaqirib. Farqi yo'q. Qanday musobaqalar o'tkaziladi? Yem malades. Berilyapti. Zuhriddinni olib keling o'g'lini. Bu polvonlarimiz Urgutlik polvon, Ishtiqol Mitallik polvonimizni zoti Shuhrat Javonjonning kuyovi Shuhrat ukamizdan darvozabon bir sarka. Polvonlarda o'zlari kimliklar? To'xtatdi. Bo'ldi. Mana quyidagi 2 chag'a. Bo'ldi, mana o'tirib, bo'ldi, ketmaydi. 4 ta sudanda hamma joyda kurash bo'lyapti. Hasan aka, polvonlarga 3 imkoniyat, bir yonbosh halol. Bo'ldi, sen nima desang shu.
Palonlar 1 soatdan beri kurash yiqitmayapti, 3 imkoniyatdan yiqitmaydi. To'xta. Bu palonlarga nima bo'lyapti? Keyinlar ham bu yoqqa. Bu yoqqa keyinlar ham bu yoqqa. Men oldim aka. Ikkoving ham shu ikkalasiga bitta so'mka oldi, keyin ikkalasi boshqadan olishadi. To'xtab. Endi ishlashtirdingmi? Bilan buqmadimi? Bor, ikkalasiga bitta so'mka olib sovrin. Bo'ldi. Bo'ldi, boshqa gapirma aka. Tamam, bo'ldi. Yo'q. Menga qaranglar, Havolarda Qo'chatni sovrinni shunday berildi. ikkita imkoniyatlar qoldi. Kurashamiz. Samar narla qolishdi. To'xta, qo'yib ber polvon. Polvonlar chiroyli o'yin ko'rsatdingizlar, chiroyli o'yin. Zotlarimiz juda ko'p, Jovlon polvon bugun kechgacha zotini tugatolmaysizlar. Faqatgina tartib hamma olishadi. Olishmay qoldim deb meni oldimga-ki, bu olishman. Yo'q. Polvonniki yo'q, hech narsa yo'q. Havolarda bir imkoniyat qoldi. Oxirgi imkoniyat polvonlarniki. Polvonlar zoti nima edi o'zi? Rahmatulloh ukasidan 500 ming aytilgan. 500 ming so'm aytilgan. Agar bo'lmasa, ikkalasini rozi qilib berasizlar, boshqa polvon chiqadi bu pulga. Asli polvonga mana zoti o'zing olib berasan borib turin. Zoti Jovonni Shuhrat ukasida darvozabondan bir sarka. O'sha Shuhrat ukamizga bitta qarsaqlar bo'lsin. 3-sarkani qo'yyapti o'sha Shuhrat ukamiz. Farzandlari jahon olimpiada chempionlari bo'lsa o'sha ukamizni. 3-sarkani o'sha ukamiz qo'yyapti. Mana bor, hali yerda olishdi. Bo'ldimi? Bir kurashsin, bir pul oxiri. O'g'illar, 685 namoz xalaq hiqbotida. O'sha namozni chekkaga olib beringizlar. 685 namoz. Shu qizimizga bitta zot berib beringizlar-da. Bitta zot olib berib bering. Qizimizga bitta zot bering. Nima bo'lsa bering bitta zot. Polvon, kim isming? Shohjahon polvon, Nuroboddan Shohjahon polvonniki xola kelamini beringizlar. Ke Shohruh. Shohruh polvon o'tiringlar, sizlar o'tir, sizlar aytaman. Shohruh zotidan 60 kilo vaznda O'zbekiston chempioni. Hozirgi kunda olimpiya zaxiralar tarbiyalanuvchisi chap qo'limda. To'rtoboddan Abduqodir polvon. Bu polvonlarning zoti yaxshi, O'zbekiston chempioni yaxshi zot. Polvonlarniki bir menga qarang. Nimasini bering, nimasini. Bitta sarkan nomini bering, men e'lon qilaman kimning nomidanligini. U e'lon qilindi u. Bo'ldir, o'sha rahmatli ukamizni biriga ming berib shu farzandlari jahon olimpiada chiqdi. Bitta qarsaq bo'lsa shu. Bo'ldi. Bu Shohruh polvon bilan Abduqodir polvonga Akabir Samadov Jovlajon Akabir Samadov ukasi nomidan bir sarka polvonni olishtiradi. Polvonlar tayyorlaringlar, chiroyli. Qo'yib tashlayman hozir katta polvonlar nomiga.
Yotib sendan. Palonlarni zoti. Birgina palonlarni zoti. Juda olishasiz. Hasan aka, mo'g'lar tanishtirib yuboring uyimizni. Hasan aka, bizni shogird bitta kurashtiribdi. Akalar, mana Damas tomoni bor-ku, mana sovrin beradigan joyda bitta bir ochingizlarda bitta iltimos. Mana bu yerda Wi-Fi qo'yilgan, mana hozir qarang, bu kurashni bor-ku, butun dunyo Rossiya, Amerikalarda ko'ryapti. Keyin internet orqali. Bir chiroyli tomosha qilsin, Wi-Fi internetimiz qotyapti-da. Hamma mehmonimiz bu yerga. Chiqing aka. Aka chiqing nima qilingizlar? Halolmi Samar? Halol bo'ladi. Kel bo'ladi. Mayli. Kel. Palonlarni olishdi Suhrub. Zotini ham aytdim ularni, olishdi. Qiz. Nima bo'ldi? Bo'ldi, bel ishlashdi. Sen asrar nima deysangiz shu. Bel ishlashmaganiga bo'ldi, chiqarib berib zoti beriladi. Samarqand shahardan qo'yversa bir marta oqlantirib qo'yadi. Ikkinchi marta qo'ysa bo'ldi, yutib beradi. Palonlar zot 1 kilogram 200 ming so'm. Necha olamiz? Krossovkalar-chi. Hey! Shohruh Palonlarda qarsaklar bo'lsa, O'zbekiston chempioni. Jovonjonni darvozabonni bu anonsini olib ketyapti. Qizlarimiz kim? Qayerdansan? Sen qayerdansan? Kel bu yoqqa. Navoiydan, Buxorodan qizlarimiz palonlar kelgan ekan. Qani shu palonlar da'vogar qizlarimizdan bo'lsa kelsin. Keyin unga zot hech kim chiqmagan paytda ular ki yo'q edi, zoti berilgan uni. Ulardagi halol bo'lgan. Samardan qayt orqaga bo'lmaydi bu. Voy. Qayt aka. Qayt. Hasan aka. Ana kelyapti. Ketdi aka. Bitta to'xtating aka. Hasan aka bitta to'xtating. Ha, o'rmondalar, o'zing aka. Ya bo'lmasa kurash to'xtating. Shu palonlar kurashi bo'lgandan keyin bular ham to'xtab turadi. Jovonjonni niyat qilib ustozlarga atalgan sarpolari bor ekan, o'sha taqdirlab keyin yana davom ettiramiz. Xayrlar aniq qilsin. Samarqand viloyat kurash federatsiyasining shu bosh hakam Ibrohim aka. Hasan Palvon Pazdorg'om, O'ral Palvon Pazdorg'om. Shakan Palvon Nurotadan. Najmiddin Palvon Urgutdan. Boltay Mamat aka. Olim o'zimizning Ishtor rayonining sport maktabining direktori Rustam Sundarov. Olimpiya zaxiralarida jinoiy kurashda bosh murabbiyi Mitamay aka, Nizom aka Jumanov, Azam aka Muhammadiyev, G'ofir aka Beshlik. Ustozimiz Mitandan Yaxshiboy aka Kingzar. Eshonboy Pazdorg'omdan kurashimizda haqiqiy fanati Samarqand palvonlarini jamlashtirib, hamma joyga tanitib, e'lon qiladigan inson Eshonboy Safarboy keng davraga. Bitta qasam bo'lsa o'sha Eshonboyga. Samarqand palvonlari firmasini ochib, hammaga yangilikni nimani yetkazadigan inson Ibnulloh keng. Men nomi zikr etilgan hamma kefilga. Hasan aka, Allah kurash. Ayting mikrofonni.
Jahon Olimpiada chempionlari bu. Otaxonga ham katta rahmat, shu kurashimizni rivojlantirishga mana hissasini qo'shyapti. Shu nasib bo'lsa, Xudo xolasa, kelasi yil yana bitta katta kurashlar qilib bersin. Balonlarga omad. Assalomu alaykum. Endi mana Toshkentning do'stimizning to'yida turibmiz. Mana Javlon bilan chiroyli kurash beryapti Ishxon tumanida, Damar qishlog'ida. Bunday kurashlar nasib bo'lsa, ko'p yil davomli bo'lsin. Shu polvoncha yigitimiz ham shu futbollardek, nimalardek katta arenalarda xalqaro miqyosda yaxshi yil nazariga tushgan polvon bo'lsin. Hammani shunday to'ylarga yetkazsin. Rahmat. Men gapirdim, bitta nimaga ketdim. Ustozlar bir qator bo'lsin shu yerga. Javlonjonda shu sizga atalgan shu to'nlari bor. Mitan ustozimiz Zavq akam, keng Zavq aka. Zavq aka keng bu aka. Mitanda teqib quvani Ishxon rayonida obro'ni ko'tarib yurgan. Zavq aka keng. Yaxshi kunlar yetkazsin. Keling. Rahmat. Bundan ham zo'rlari senga nasib qilsin. Rahmat. Qulluq. Yaxshi kunlar yetkazsin. Ustoz Baxshiy aka keldingizmi? Qanisiz ustoz? Baxshiy aka qani? Ustoz qaytib siz chopak kiyimda bidab do'ri bo'ladi. Ha bo'ldi. Aka o'zim. Damas tomondir ochingizlar akalar. Chopon bor meni olib kelingizlar. Nechta bor yana? Bitta olib kel, bittaman. Yana nechta bor? Bormi hali? Bo'ldi, bir chopon. Samarqand Olimpiya zaxirlarida bosh murabbiylari Shavkatjon Chiqay, Ilyor Keng. Shavkat, Ilyor. Bizlardan bir Ishxon rayonidan bir chopon olib ketdik, shu qish bilan shundan chiqib olasiz Shavkat. Bitta qarsa bo'lsa shu Shavkat polvonga. Shogirdlari Jahon Olimpiadalarida olish yuribdi. Shu yil qishda chopon bilan chiqarasiz, nima bo'lsa bo'ldi. Keng. Sidirjon keng siz ham. Mahallari raisi Qilich akamiz ham keng. Javlonjonni jiyani bo'lar ekan. Mana Javlonjon 4 kun 5-kunda bir to'y beryapti. Hali tugatmayapti. Sidiq Olimpiya zaxirlarida sambo bo'yicha murabbiy Sidiqjon keng. G'ofur aka ustoz shu yerdasizmi? Siz bo'lmasa borib yopib keling yelkangizga borib. Hasan. Kimlar? Sidiq mana kel bitta olib kelingizlar. Hozir to'xtangizlar endi. Endi bir ikkita gana bir tabriga ustozga, Javlonjonni shu to'y bolalarga bitta chirar nima o'tdim. Ustozga bir niyat qilgani bor ekan, bitta bir og'iz gap nima qilsin. Mana marhamat ustoz sizga bitta so'z navbati. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli milliy kurash ishqibozlari, hurmatli murabbiylar, bu yerda hammasi o'tirganlar, faxriymiz, kurashimizni faxriylari o'tiribdi. Nizom aka bor, Etamboy aka bor, mana mehmonlarimizdan Hasan polvon, O'rol polvon, hammasi faxriy mehmonlari. Ibrohim aka,
qadamlaringizga tasallo bo'lsin. Mana shu Toshpo'lat akamiz ustozimiz bo'ladi. 3 kundan beri to'y berib yotdi. Toshpo'lat aka yubiley 25 yoshingiz bilan tabriklaymiz sizni. Uzoq umr ko'ring, baxt saodat bo'ling. Mana shu mehnat rohat xalqi Ishtixon tumanida milliy kurashni tamali toshini qo'yib bergan xalq bo'ladi. Xudo rahmatli Isirgab aka, Shomurat akamiz, sizlar sherda milliy kurashni rivojlantirgan odam sizlar bo'lasiz. Sizlarga katta rahmat. Bir kichkina sovg'amiz bor Toshpo'lat aka sizga. Agar ijozat bersangiz beraylik. Bitta qarsaklar. Hozir Toshpo'lat polvon. Bu meni ustozim bo'ladi degan ekan, chustin. Do'ppini yeching. Mana. Yana sonlar muborak bo'lsin. Toshpo'lat akamiz ustozimizni nimaga hurmat qilaman? Hech qachon zot uchun talashmagan, faqat or uchun kurashgan. Mehnat rohati or uchun, mana shu damarliq or uchun, shayx islomda or uchun kurashgan odamlardan bittasi. Shuning uchun juda hurmat qilaman. Ustoz, rahmat sizga. Degan solimlarni olgan bir paytlari. Bitta sizlarga bitta reklama. Bir paytlari Rossiyada 32 kilolik tosh ko'tarish bo'yicha 203 marta ko'tarib, hali ruslar ham bu rekordni bajara olmayapti. Mingta vitamin yeysan. Rahmat. Bitta qarsalar bo'lsa, shuncha gap qayerda? Rahmat amalarga. Ustozlar, rahmat sizlarga. Qo'llab-quvvatlash chiroyli bo'larga. Davom ettiramiz. Mehmon bilan bolalar kelib o'tiribdi. Qizlarimiz bor. Katta miya qaranglar. Bitta davra shu to'xtagan vaqtda katta bolalarga e'lon qilaylik, zot katta zot. Ana, Dolaka, Hopir aka qaydasiz?